Dunyoni oqibati baribir hasrat, birodarlar. Dunyodan olib ketadigan hech narsa yo'q. Bu dunyo uchun do'stingizni aldashga arzimaydi. Bu dunyo uchun qandaydir pastkashlikka, qo'l urishlikka arzimaydi. Dunyo o'zini nomi bilan pastkashlik. Arab tilida dunyo adnoni eng muannas siyg'asi, past degani. Dunyo eng past joy. Shu past joyda biz sidiq bilan, vafo bilan, iymon, e'tiqod bilan, qo'limizdagi imkoniyat bilan katta-katta imtihonlardan to'g'ri o'tish harakatda bo'lishimiz kerak. Shunda abadiy jannatni qo'lga kiritamiz. Dunyoda ham Alloh subhanahu va taolo yaxshi insonlar bilan birga ekanligini aytgan. Innalloha ma'alladina taqaw valladina hum muhsinun. Taqvo qilganlar bilan va insonlar bilan yaxshi muomala, ya'ni Alloh buyurgan halol yo'l bilan muomala qilganlar bilan Alloh birga.